Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga zo'r narsa o'rgatmoqchiman, ya'ni Samsung Kids. Bu orqali siz farzandlaringizni telefondan vaqtini cheklashingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari to'liq kontrol imkoniyatini beradi. Plus tomonlari shuki, Play Marketdan olmaydi programma yoki o'yinlarni. Samsungning o'zini maxsus bolalar uchun belgilangan tizimi bor. Aynan o'sha yerga kirib yuklaydi. Qaysi telefonlarda qo'llab-quvvatlanishini albatta opisiyaniyada qoldirib o'taman. Bo'lmasa biz boshladik. Endi biz mana bu qatorda topishimiz kerak. Yosh bolachani aykoni bo'ladi. Mana bu qalamchaga bosamiz. Yo'q bo'lsa izmenitni bosamiz. Bu yerda yo'q, o'tkazamiz. Mana Kidsni ko'ryapsiz. Aynan ushbu narsa bizga kerak. Kidsni bosamiz. Kids bizga ushbu joyga chiqdi. Panelimizga готов и готовni bosib turib, biz aynan o'sha Kidsni ochamiz. Samsung Kids birinchi marta ochilayotganda mana shunday holatda bo'ladi. O'rnatish kerak bo'ladi, ya'ni. Samsung Kids zo'r foydali tomoni shuki, o'yinlarning reklamalari yo'q. Bolalarga har xil o'zini yoshidan baland bo'lgan yoshdagilar uchun maxsus bo'lgan kontentlarni chiqarmaydi. Mana bu strelkachalarni o'zingiz yaxshi bilib turibsiz. O'rnatish strelkachasi ustanavit. Bu yerda o'yinlar o'rnatiladi. Hozir mana ketyapti o'rnatilishi. Yangi prilojenalar qo'shish juda ham oson. Mana birinchisi o'rnadi. Ko'rib turganingizdek, mana bu yerda другие приложения для детей ga bosasiz. O'zingiz parolingizni terasiz telefonnikini. И mana bu yerda farzandingiz uchun mos bo'lgan programmani o'rnatamiz. Masalan, boringki birinchisini o'rnatib qo'yaylik. Qarang, mana yangi o'rnatilgan приложение bosamiz. Xuddi shu o'rnatilgan приложениyamiz kelib chiqdi. Hop, telefonda o'zidagi programmalar ham bo'ladi. Mana bu добавить изменить приложение bor. U yerdan mana bu plusni bosadigan bo'lsak, o'zimizning telefondagi programmalar chiqadi. Родительский контрольga kiramiz. Родительский контрольdan время использования экрана degan настройка bor. Коснитесь здесь, чтобы установить цель. Включить qilamizda bir kunda bir marotaba belgilab berishingiz mumkin. Задать цели каждый день недели. Haftani har kuniga belgilab qo'yishingiz mumkin. Dushanba kuni mancha, seshanba kuni mancha o'ynaydi deb. Buni agarda belgilab qo'yadigan bo'lsangiz, aynan o'sha vaqtdan keyin telefonning ekrani mana bu yer bloklanadi. Xo'p, biz buni minutini ozaytirib qo'ymoqchimiz. Chunki siz bilan bizga sinab ko'rish uchun. Besh daqiqaga sozlab qo'yamiz. Va buni tekshiramiz. 3 daqiqa biz ishlatib bo'ldik. Yana 2 daqiqadan so'ng ekran qulflanadi. Ana ushbu joyni sizga ko'rsatib o'taman. Vaqt tugadi. Endi vaqt tugagandan so'ng vaqt qo'shib berish imkoniyati bor. Plusni bosib, so'ng mana bu joyda ochiladi vaqt 5 daqiqa, 10 daqiqa, 15 daqiqa qo'shganingiz yana qo'shib berilaveradi. Parol o'rnatish настройкida tip blokirovки для родительских контроль degan joyda tip blokirovки ekrani и pin kod в Samsung Kids. Mana pin kod o'rnatish, masalan aytaylik, menda 7090 qo'yaylik, 7090. Telefoningizdagi sozlamadagi blokirovka alohida bo'ldi и buniki alohida bo'ldi. Prilojeniyanniki mana chiqishda chiqolmaydi. Siz bergan parol bilan o'zingiz chiqasiz xolos. Yana bitta narsani ko'rsataman. Mana bu rejim, bu bolalar rejimi. Zakrit Samsung Kids qilib o'z akkauntingizga chiqasiz. Qarang, mana qachonki o'z parolingizni terasiz yoki hali ko'rsatib o'tganimdek yangi parol o'rnatib qo'yganingizdan keyin u parolni terib keyin chiqib ketishiga to'g'ri keladi. Xo'p, endi bizda mana muammo shuki, tashqaridan ham chiqib oladi programmalar.
Tashqarida chiqqan programmalar shunchaki ekranni bosib turib, настройкini bosasiz. Скрытые приложения на главном экране ga bosib turib, mana bu yerda mana Xayr salon Enrad o'rnatganimiz. Xo'p, yana mana mushuk Cut Life masalan. Gotovni bosib qo'yasiz. U ekrandan yo'qolib qoladi. O'ylaymanki, ko'pchilikka foydali bo'ladi. Do'stlaringizga ham yuborib qo'ying. Keyingi foydali kontentlarimizni kuzatib borish uchun podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying.